Oyim gidi, kech bo'lishiga qaramasdan viza xizmatiga ketyapmiz. Langarda mashina qulflanib qo'ygan ekan, qana mashinalarni olib bilganimiz yo'q. Bizga lakas tashab berishgan, lakasda bo'yicha ketyapmiz. Soatimiz 2:53 bo'ldi. Xudo xolasa, kech bo'lishiga qaramasdan ishlarni joyida chiroyli qilib bitkazib beramiz. Videomizni oxirigacha kuzatib boringlar. Xudo xolasa ko'rib turganlaringdek, mashinani oldiga kelib olganmiz. Mashina faralari yoniq holatda qolib ketibdi. Mashina qulflanib qolgan, pul ishlamay qolibdi. Hozir Xudo xolasa chiroyli qilib ochib beramiz. Or. Qaltra. Xolasa mashinamizni tayyor qilib ochib olganmiz. Mashinani faralari yonib qolib ketgan ekan, akkumulyatorlari xudoga shukr o'lib qolmabdi. Akkumulyatorlarni o'zini holatiga yurib berdi. Mashinamiz Hyundai Avanti. Xo'p, aka lakasdan biroz qatab turibmiz. Qo'shtepa, Langarda markazdamiz. Xudo xolasa Langarga ham, Qo'shtepaga ham, любой joyga borib, kech bo'lishiga qaramay ishlarni chiroyli sifatli qilib bitirib beramiz.